mengizga qon tushib hayotiga xavf yetkazuvchi ahvolni keltirib chiqarib qo'ydi. Bugun qavziyat to'g'riliq ikki og'iz gap qilay tuqqanlar. Bu qavziyat, ya'ni ich qetib qilish to'g'risida tuqqanlarimizning nurg'unlarda aniq tushuncha yo'q ekan. Bu qavziyat deganimiz meditsina ilmida aytgan chog'da uchayning lo'mildash harakati ostilab ketgan cho'ng tariyatning o'zi 48 soatdan eshib ketgan. Kamiga vaqti 48 soatdan eshib ketsa, buni qavziyat deb ataymiz. Amaliyotda qavziyat, ya'ni ich qetib qilish deganimiz kunda bir qatim tarat qilsangizmi, taratingiz qattiq, quyoq, nihoyat ters kelgan bo'lsa, biz buni baribir yana qavziyat deb ataymiz. Bugun bir kunda bir qatim tarat qildim, taratim normal degan o'ylashmang. Taratingiz yumshoq, mulayin kelgan bo'lsa, sizda yana qavziyat ich qetib qilish demaymiz. Taratingiz kunda bir qatim kelsimi, bu qattiq, quyoq, ters kelgan bo'lsa, biz baribir buni yana qavziyat ich qetib qilish deb ataymiz. Endi bu qavziyat ig'irlashgan chog'da nima hol kelib chiqadi degan chog'da, birinchidan jigarning besimi eshib ketadi. Ya'ni jigarning besimi eshib ketadi. Ikkinchidan yalpa ko'p bo'lib ketadi. Chunki jigarning iqtidori ojizlashgan chog'da ko'p qism uchayning yerlarini amaliyotda jigar uzib sumirib olish kerak. Jigar iqtidori ojizlashgandan keyin yel ko'payib ketadi. Shunga jigar qatgan odamlarda yel nihoyat ko'p bo'lib ketadi. Uningdan bilak qavziyat, ya'ni ich qetib qilish kuchayib ketgan vaqtida birinchidan tomoq yaxshi singmayotgan, tomoq yaxshi hazm bo'lmayotgan, uningdan bilak jigarniki issiqqa eshib ketib, untuqoqlik, uyqusizlik, chiroyda nur qolmaslik, terininki namlik yo'qolib ketish qatorliq bunday ahvollar kelib chiqadi. Şoň hem bu ich qetib qilish, ya'ni qavziyatga qarata yemek-içmek jihatda ho'llik, ya'ni uchayinga namlik, ho'llik yetkazuvchi o'g'a yemek-içmeklardan, dori-darmeklardan masalan habbi qo'qiya, habbi mulayyin, habbi taryoq qatorliq dorilardan iste'mol qilsanglar bo'ladi. Bo'lmasa mevichi va saykoktatni ko'proq iste'mol qilib bersanglar, qavziyatingiz o'ngshilib, uchayniki ravonligi asiga kelib, jigarning harorati, jigarga tushgan besim tuvanlab, teringga go'zal, nurliq, pokroq holatga qaytib keladi. Bu qavziyat nihoyat bir qarmoqqa nihoyat tabiiy odatdagi kasallikda ko'rilgan bilan ig'ir kasalliklarni keyinchi ig'irlashsa, shu minqal qon tomirida qetishish, to'silish, uningdan bilak yurak qon tomirlaridagi to'silish qetishini taqinmak ig'irlashtirib o'tadigan, hatto yuqori qon besim bemorlarininki mengizga qon tushib, hayotiga xavf yetkazuvchi ahvolni keltirib chiqarib qo'ydi. Tuqqanlarning burundan keyin mush ich qetib qilish, mush qavziyat qarta nihoyat sezgi bo'lib, vaqti-vaqtida ich qetib qolgan vaqtida yemek-içmeklik, uzuqliq, dor orqali o'zini tanishib turishni umid qilaman. Rahmat. Men bundan keyin kasalliklarni oldini olish, davolash, kontrol qilish shu soatda sizlar bilan har kuni yangi mazmunlarda o'rtoqlashib turaman. Hamisa, ko'rishaylik.